Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham xonadonimizga olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 6 ta eshik o'rnatganmiz. 8 degan. 4tasi mokriy, 4tasi belli karon MDF bo'lgan. Sizlarga shu eshiklarimizni bir qator obzor qilib beramiz. Eshiklarimiz keladigan bo'lsak, zamonlari 3 tadan oshiq mashinalari bor. MDFlarimiz 18 qana MDF bo'lgan. Yuklarni qoraga bo'yab, glans va laklashib berganmiz. Laktik kachchasiga ham bemalol baho berib ketsalar bo'ladi. Hop, zamonlarimiz, eshiklarimiz 3 tadan oshiq mashinalari bor. Hamma narsalari original rezinkalarda, xudo xolisa. Eshiklarimiz daborli bo'lgan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar, daborlari ham juda ham chiroyli. Juda ham idealniy chiqqan. Hop. Yordam ishlarimiz bor. Bu eshiklarimiz belli karonaga bo'lgan. Gullarni tillaga sepib berganmiz. Zamonlari ularda ham 3 tadan oshiq mashinalari bor. Bemalol o'zimizga bog'lanib aloqaga chiqa olasizlar. Vodiy bo'lib, O'zbekiston bo'lib, dastavka o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Kelishilgan holda bo'ladi albatta, xudo xolisa. Hamma narsalar original, 5 yildan 10 yilgacha bemalol kafolat bera olamiz. Akfalarimiz ham bor, xizmatlarimiz bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Cho'ntay bob yaxshi narxlarda qilib beramiz, xudo xolisa. Ishlarimizga ko'ra baho berib qo'yasizlar. Hamma narsalar ochilib yopilishlari chiroyli holatda bo'lgan. Akfalarimizning ko'rinishlari xudo xolisa qora tonirovkali aynalar solib berganmiz. Bu eshigimiz ko'rinishlari. Tepalariga oynalarni solib, germetiklar xudo xolisa qilib berganmiz. Yana ishlarimiz bor, ichkarilar sal qorong'i ekan. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Pastda nomerlarimiz bor. Bu eshiklarimiz 10 xildan oshiq ranglari bor. Fasonlarimiz ham ko'p. Yoqqanini tanlasanglar, xudo xolisa nasib qilgan bo'lsa, chiroyli narxlarda sifatli qilib olib borib o'rnatib berishlar hamma yo'q ichida qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mana akalarimiz padagonliklari bilan hamma narsada ichida bo'lgan. Rishkalarni ham original chiroyligidan foydalanganmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yamiz. Aloqaga chiqa olasizlar. Hammaga shunaqa ish nasib qilsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.